Assalomu alaykum, bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan hurmatli YouTube kanali obunachilari. Hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan Centrum Polides o'zining rasmiy litsenziyasiga ega bo'lgan tur firmasining rasmiy ofisida bizlar. Bu yerda biz sizlarga Umra safari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketishga harakat qilamiz. Buning uchun like, podpiska bosib Umraga bormoqchi bo'lgan yaqin aka-uka opa-singillaringizga videoni yuborib qo'yinglar. Biz video syomkamizni boshladik. Xo'p, azizlar, hozirda sizlarga aytib o'tadigan Umra ziyoratimiz 14 kunlik bo'lib, standart paket deb nomlanadi azizlar. 14 kunlik Umra ziyoratida 2 kecha 3 kunduz Madinada hamda 11 kun Makka mukarramada bo'linadi. Madinada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, 4 yulduzli gastinisalar, oraliq masofa markaziyada joylashgan mehmonxona, oraliq masofa 250 metr, 200 metr, 250 metr. Makkada esa 4 yulduzli gastnitsa mehmonxonalar, oraliq masofa 800-900 metr, 3 mahal o'zbek milliy taomlari hamda tajribali malakali eliboshlar hamrohligida bo'ladi azizlar. Xo'p, bundan tashqari sayohat va ziyoratlarga keladigan bo'lsak, Madinada Qiblatayn, Uhud tog'i, Xurmo bog'lari hamda payg'ambarimiz ravzalariga ziyoratlar ham bor azizlar. Xo'p, undan tashqari azizlar, hozirgi kunda Qur'on kitob bosmaxonalariga ham bemalol sayohat qilib kirib chiqsangiz bo'ladi. Albatta, haftada 2 kun yoki 3 kun ishlanilyapti. Qur'on kitob bosmaxonalari ishlayotgan mahalliga to'g'ri kelsa, bemalol eliboshlar o'zlari olib kirib, o'zlari olib chiqishadi azizlar. Xo'p, undan tashqari azizlar, Makkada Sabr g'ori, Hiro g'ori, Jamorot, Mino, Muzalifa hamda qo'shimchasiga Qizil dengiz sayohatini ham qo'shib qo'yganmiz azizlar. O'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olish uchun ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin azizlar. Xo'p, bundan tashqari sizlar bilan uzoqroqda edi bizga, sizlar bilan qanday bog'lanamiz deydiganlarga esa bizga Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqing. Biz sizga aloqaga chiqamiz. Sizga Instagram pasportingizni tashlasangiz, biz sizga Centrum shot raqamlarini tashlaymiz va o'zingizga qulay bo'lgan bank ofislaridan to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Shunda biz tomonidan tuzilgan shartnomalarga ega bo'lasiz. Agar ofisimizga keladigan bo'lsangiz, ofisimiz Marg'ilonda, O'ramda joylashgan. Bemalol kelib aloqaga chiqib kelsangiz, albatta o'zim kutib olaman. Bemalol kelib Centrum rasmiy kassalariga to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Albatta, Instagram pasportingizdan chiqmagan holda. Naqd to'lovlarni amalga oshirsangiz, Centrum rasmiy kassalariga biz tomonidan tuzilgan shartnomalarga ega bo'lasiz azizlar. Xo'p, 14 kun mobaynida sizlar bilan malakali, tajribali hojiboshlar hamrohligida bo'ladi azizlar. Xo'p, undan tashqari azizlar, hozirgi kunda qachonga reyslaring bor deyotganlarga, hozirgi kunda bizning reysimiz har hafta bor. Haftani har seshanba Toshkent, Jidda, haftani har chorshanba Farg'ona, Jidda yo'nalishli reyslarimiz bor azizlar. Xo'p, undan tashqari agar siz Centrum Polides bizni tur firmamizdan ketadigan bo'lsangiz, sizga mana bunday bejiklarni beramiz. Bu bejiklarga mehmonxona qayerda joylashgan va mehmonxonaning nomerlari kiritilgan bo'ladi azizlar. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Bundan tashqari azizlar, mana bunday kandilchalar beriladi. Bu kandilchalarning har xil razmerlarida qatorda bor va sumka beriladi azizlar. Bu sumkalarni Umra safarida inshaalloh ishlatishingiz mumkin azizlar. Agarda siz Farg'ona aeroportidan boradigan bo'lsangiz, Farg'ona aeroportida, agarda Toshkent aeroportidan boradigan bo'lsangiz, Toshkent aeroportida beriladi azizlar. Xo'p, hozirgi kunda bizda agar siz bizni uzoqroqdan, ya'ni chet eldan safardan kuzatayotgan bo'lsangiz, ota-onangizga yoki sirli ravishda surpriz qilmoqchi bo'lsangiz ham bemalol Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqishingiz mumkin. Biz sizlarga chiroyli sertifikatni qilib, yoniga bitta chiroyli guldastani qilib, sizning nomingizdan ota-onangizni tabriklab kelamiz. Albatta, Farg'ona va Marg'ilon ichida. Eng qiziqarli joyiga, narxlariga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda azizlar, Toshkent Jidda yo'nalishi reysimiz narxi 1050 dollardan deb belgilandi. Farg'ona va Jidda yo'nalishi reysimiz narxi esa 1075 dollardan deb belgilandi azizlar. Bemalol o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olish uchun ekrangizda raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin azizlar. Undan tashqari hozirgi kunda azizlar eng keraklisi maslahatim, agarda ketayotgan bo'lsangiz yoki bormoqchi bo'lsangiz, aloqaga chiqdingizmi, mana shu plastik kartaga pul tashlab oling, o'zingizni bron qilish uchun deydigan bo'lsa, ishonmang azizlar, bizda albatta Centrum rasmiy kassalari bor, Centrum rasmiy shot raqamlari bor azizlar. Jidcha hushyorroq bo'ling, hozirgi kunda aldanib qolayotganlar juda ko'payib ketdi azizlar.
Xo'p, undan tashqari, agarda video syomkamiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosib, umraga bormoqchi bo'lgan yaqin aka-uka opa-singillarga yuborib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.